Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoyning irqchi soqchi davlati Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga zulm. The Platform to'rining 30-iyuldagi sonida axborotchi Amy Wolfsonning Xitoyning Xinjiangda, ya'ni Sharq Turkistonda elib berayotgan qattiq tadbirlarni hal qilishda Angliyaning mas'uliyati bor nomli maqolasi e'lon qilindi. Maqolada bugun Angliyaning yangi diplomatiya ministri Jeremy Huntning Xitoyda ekanligi hech shubhisizki Jeremyning kun tartibida savdo va xalqaro bexatarlik temalari asosli o'rinda turadiganligini, lekin uning inson haqlari va Uyg'urlardagi zulmni jasurlarcha tilga elishi kerakligi ta'kidlandi. Angliya tashqi ishlar ministrligi Xitoyni inson haqlari dafsanda qilinayotgan oldingi 30 davlat qatoriga kirgizgan edi. Ularning bu oy besib chiqargan inson haqlari va demokratiya dokladida Xitoyning 2017-yilda fuqarolarning siyosiy huquqiga daxli taruz qilganiga oid isbotlarning intayin ko'p ekanligi tilga elindi. Bu doklad yana Xitoyning asosli yerlarida fikr erkinligi va diniy erkinlikning ig'ir darajada cheklanganligi, musulmon, buddist, xristian va Falun Gongchilardan iborat diniy ommaning qo'lga ilinganligi, diniy qurilishlarning buzg'unchilikka uchraganligi ko'rsatildi. Maqolada Xitoyning g'arbiy shimolida, Tibetning shimolida yer olgan Mo'g'uliston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Hindiston qatorliq davlatlar bilan chegaradosh bo'lgan Uyg'ur xalqining uchrayotgan zulmining barg'ansiri diqqat qo'zg'ayotganligi tilga olindi. Amy Wolfson maqolasida yana shularni tilga oldi. Bu rayon 1949-yili Xitoyning bir bo'lgisiga aylandi, lekin farqli bir kimligi va madaniyati bor. Bu rayon Turk qavmidan kelgan va islom diniga agishadigan Uyg'ur xalqining Sharq Turkistonidir. Bunun bilan bir vaqtda tabiiy gaz va neft qatorliq tabiiy boyliqlarning mo'lligi tufayli Xitoyning o'zini beyitishi uchun strategik qimmatga egadir va Xitoyning kunsiri rivojlanayotgan bir yo'l bir balvoq tashviqotining bir parchasi bo'lishi sifati bilan eng ta'sir ko'rsatishga tirishayotgan O'rta Osiyoga tutashtiradigan bir tunneldir. Xitoy rejimi yana Xitoy aholisining Sharq Turkistonga o'ltiraqlashishini qo'llab, bu rayonning milliy tuzilmasini o'zgartdi. Xitoy aholisi nufusining yerlik aholi nufusini egallagan nisbati 1949-yildagi %6% dan 2011-yildagi %38% ga yuksaldi. 2016-yili atalmish Xinjiangga Kommunistik partiyasi yangi nazir bo'lib saylangan Qin Quango uchun zamonaviy texnikalar va hozirgi bostirishlar yangilik hisoblanmaydi. U ilgari Tibetdagi nazoratida intayin ig'ir bo'lgan yangi bexatarlik siyosati qo'llangan bo'lib, Tibet aholisiga qattiq muomalada bo'lish bilan birga soqchi va bexatarlik qo'g'dug'uchi xodimlari uchun chiqimni cho'ng ko'lamda ko'paytgan va texnika va inson kuchi manbasidan foydalanib elib berilgan liniya xarakterlik nazoratdan derak beradi. Bir yozuvchining elib aytganidek, Xinjiang yangi texnikaning amalga oshiriladigan qabohati va bir irqchi soqchi davlatidir. Amy Wolfson maqolasining oxirida Angliya hukumatining Sharq Turkistonga to'liq qiziqib qolganligini, 2015-yilda Angliya moliya ministri George Osbornening Sharq Turkistonning poytaxti Urumchini ziyorat qilib, bu yerni ziyorat qilgan tunji Angliya ministrlaridan bo'lib qolganligini ifodaladi. Va yana uning orqasidan Angliya sobiq bosh ministri David Cameronning atalmish bir yo'l bir balvoq qurilishining inshosi uchun qurilgan 750 million dollarlik hukumat yordam fondiga boshchilik qilayotganligini tilga oldi. U yana maqolasining eng oxirgi qismida Sharq Turkistondagi qayta tarbiyalash lagerlari haqida shularni yozdi. Eng yangi va insonni eng andishiga solg'ini Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlarning qayta tarbiyalash lagerlariga qamal qilinganidir. Bu yerga so'langanlar ularning qattiq muomalasiga uchraydi. Qoidaga xiloflik qilganlar bo'lsa, ochliq va suvsizlikqa qoldirilishi, hatto tan jazosiga yo'liqishi mumkin. Xitoy rejimi lagerlarning borligini inkor qilgan bo'lsa-mu, Germaniyadagi Yevropa madaniyat va ilohiyat maktabidagi doktor Adrian Zenz apandi Xitoyning Sharq Turkistonda insonlarni nazorat qilish uchun qurgan ta'sislarini isbotlash uchun dalillarni o'ttirg'a qo'ydi. Ba'zi qiyoslarga asoslanganda 1 millioncha inson nazorat ostiga ilingan va kichik bolalarning boqquchisi bo'lmaganlikdan davlat farovonlik o'rniga elib ketilgan. Amy Wolfson maqolasida yana mundaq degan: Jeremy Hunt bir Xitoy madaniyati mastanisidir va uning Xitoyda illiq qarshi elishga uchrashi tabiiydir. U aniqki Xitoy ziyoratida tijorat qilishni orzu qiladi. Lekin u to'g'ri bo'lganini qilishi, ya'ni Sharq Turkiston masalasini tilga elishi lozim.
Degandaklar bugungi xabarlarda Jeremy Huntning Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda o'zining Xitoy mastonasi ekanligini bildirib atganda va ayolining Xitoy ekanligini deyman deb ayolim yaponlik deb salganligi dunyo axborotida qattiq kulkiga sabab bo'ldi. Amy Wolfson Harvard qonun fakultetini bitirgan. Xitoy Mozambik Cumhuriyetiga afat bo'ldi. 31-iyul Facebook sahifasida ham baharlangan xabarlarda bildirilishicha, Xitoy Mozambik Cumhuriyetiga og'ir afat bo'lgan. Xitoy bir qancha yil ilgari echish taraqqiy qildirish nomi bilan Mozambik Cumhuriyetida keng ko'lamda o'rmon kesishga yer echishga boshlagan. Xatarlik bo'lgani cho'ng o'rmonlar emas, balki kichik o'rmonlarni ham kesgan. Silliq ko'rinishda Xitoyning yog'och to'shiqqa boshlagan cho'ng tipdagi mashinalarini hamma yerda ko'rgili bo'ladi. Xabarda yana Mozambik Cumhuriyetiga Xitoyning qadimiy yetishdan ilgarigi xarita surati berilgan bo'lib, mazkur suratda Mozambik yeshillikqa purkangan intayin go'zal bir davlat ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ikkinchi suratda Xitoy Mozambik zaminiga kirib o'rmon kesishga boshlagan holati ifodalangan. Üçüncü suratda Mozambik Cumhuriyetining aslidagi yeshillikqa purgangan holati o'zgarib, qaqasliq, qurg'oqchilik yomg'irgan boshqa holatga o'zgarib qolganligini ko'rsatib bergan. Xabarda Mozambik hukumat amaldorlari davlati bu holatga kelganda uyqusidan uyg'onganligi, Mozambik muhit asrash ministri bir parcha iltimosga qo'l qo'ygan bo'lib, iltimosda o'rmon kesishni bir xil qirg'inchilik atalg'usi bilan atagan. Hamda hamma kishidan bu qirg'inchilikni cheklashga yordam qilishini o'tingan. Yangisar terakchi yezisida sel afati yuz berdi. 31-iyul Facebook sahifasida ham baharlangan silliq ko'rinishga asoslanganda Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Yangisar nahiyasi terakchi yezisida sel afati yuz bergan. 30-iyul yuz bergan sel afatida terak yeza yo'l bo'laklari buzilgan. Bir qism kentlarda sel xalqning normal qatnash va turmushiga belgilik ta'sir ko'rsatgan. Yezi aholilarining uy va hovlilariga sel kirib ketgan, silliq ko'rinishdagi ko'chalarda oqqan sel suyining kuchligiga qaraganda sel afati xeli og'ir bo'lganligi ma'lum. Ko'rinishda yezi aholilari uy va hovlisiga to'shib ketgan suvlarni sirtqa to'kishga tirishmoqda. Ningxiadagi tungallarning Xitoyning diniy taqiblariga qarshi namoyish o'tkazganligi ilgari surilmoqda. Erkin Asiya Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, bugun Ningxiadagi tungallarning Xitoyning diniy taqiblariga qarshi zo'r ko'lamda namoyish o'tkazganligi haqidagi Sin xabarlari Twitter qatorliq ijtimoiy taratqularda tarqaldi. Sin ko'rinishida ma'lum bo'lishicha, beshig'i tungallarning oq to'pisini kiygan minglagan tungallar Ningxiada shahar ko'chalarini aylanib norozilik namoyishi o'tkazgan. Ularning to'plagan shuarlaridan tungallarning diniy erkinlikni talab qilganligi, masjidlarning qubbalari ustidagi islomning belgisi bo'lgan oy yulduzni elib etishga va diniy ta'lim beradigan maktablarni taqashga norozilik bildirganligi ma'lum bo'lmoqda. Bu haqda ijtimoiy taratqularda tarqalgan xabarlarda va bu voqeaga diqqat qilayotgan kuzatuvchilarning inkoslarida Ningxiadagi tungallarning kundan kunga chingib ketayotgan diniy taqiblarga norozilik bildirganligi, bo'libmi Xitoyning atalmish Xinjiang andisini tungallar rayoniga ko'chirib kelayotganligiga qarshilik ko'rsatganligi tilga olingan. Halbuki Ningxiadagi tungallar namoyishining sababi, jarayoni qachon va qayerda o'tkazilganligi haqida texnicha hech qanday uchur yo'q. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon Ningxia, Gansu, Shanxi qatorliq Xitoyning g'arbiy shimolidagi tungallar markazlik o'ltiraqlashgan rayonlardami islom diniga bo'lgan cheklamalar kuchayib, Xitoyning islom dinini xitoychilashtirish urinishining ochiqchilikka chiqayotganligi oshkora bo'lmoqda. Turkiyada Cumhur Raislik hukumat tuzumining tunji navbatlik davlat xavfsizlik organi yig'ini ochildi. Davlat xavfsizlik organi yig'inida ichki tashqi siyosatga aloqador muhim masalalar muzokara qilindi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiyaga qarata ishlatgan tahdid tilining qat'iy qabul qilinmaydiganligini uqtirdi. Turkiya Ovoz Radiosi xabarida bildirilishicha, Cumhur Raislik hukumat tuzumining tunji navbatlik davlat xavfsizlik organi yig'ini Cumhur Rais Rajab Tayyip Erdo'g'anning riyosatchiligida chaqirildi. 5 soatga yaqin davomlashgan yig'indan keyin e'lon qilingan bayonotda Turkiyaning terrorizmga qarshi kurash irodasi oldingi plandan o'rin oldi.
Bayonotda başta Fethullahçı terörlük təşkilatı, paralel dövlət qurulması, PKK, PYD, YPG və Daesh qatarlıq dövlətinin milli birligiga xavf elib kelayotgan barlıq terörlük təşkilatlarına qarşı dövlət işçi sirtida elib berilayotgan hərbiy harakatlarning qat'iy iroda bilan davomlashtirilganligi eskartildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiyaning har turli mas'uliyatini ado qilgan mudofaa sanoati loyihalarini xalqaro kelishimlarga zid shartlarga chatgan qarorining va bayonotlarining ikki davlat orasidagi strategik sherikchilikka shundaqla ishonch munosabatiga o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydigan ziyonlarni yetkazganligi qayd qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiyaga qarata ishlatgan tahdid tilining ittifoqdoshlik munosabatlariga behurmatlik qilish ekanligi va hargiz qabul qilinmaydiganligi yana bir qitim ta'kidlab o'tildi. Suriya to'g'risida bo'lsa, terrorlik tashkilotlari hali ham faol harakat qilayotgan rayonlarning vaqtida bexatar holatga keltirilishi yo'lidagi xizmatlarga o'rin ajratilgan bayonotda bu jihatdagi konkret qadamlarning tashlanishga boshlanganligi eskartildi deyildi. Agar va Sharqiy Oq dengizdagi o'zgarishlarning bo'lsa, yaqindan ko'zsilayotganligi qayd qilingan bayonotda Türkiye'nin dengizlardagi haq va manfaatlarining qo'g'dilishi to'g'risidagi irodasi ta'kidlab o'tildi degan iboralarga o'rin berildi. Xitoyda vaksina sharmandachiligining ta'siri davomlashmoqda. 31 iyul Dajivan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Shandong kasalliklarning oldini olish markazi va vaksina xizmatlari mudiri Song Leji o'zini o'ldirib olishga uringan. Xabarda Song Lejining o'zini o'ldirib olishga urinish qilmishi bayqalgan hamon darhol bolnisga elingan bo'lsa-mu, biroq uning ahvoli intayin og'ir ekanligi yaqinda Xitoy taftish xodimlari Song Lejini tekshirganda o'zining sifatsiz vaksina vaqasida javobgarligi borligini, u ishlab chiqargan vaksinalarning bir qism rayonlarda ishlatilganligini e'tirof qilganligi bildirildi. 30-iyul saxta vaksinaning ziyonkashligiga uchragan xalq Beijingga yig'ilib namoyish qilgan. Xalq namoyishda to'g'lagan shuarda saxta vaksina vaqasi bilan Xitoy Kommunist partiyasining munosabati borligini bildirgan hamda mazkur voqeaga Kommunist partiyasining mas'ul bo'lishini talab qilgan. Xitoydagi vaksina sharmandachiligida oz degandami 210 ming kichik bolaning og'ir ta'siriga uchraganligi yoki paralij bo'lib qolganligi ma'lum bo'lmoqda. Hindistonda tabiiy ofat sababli qazo qilganlarning soni 569 ga yetdi. Hindiston, Nepal va Burma qatorliq davlatlarda maydonga kelgan tabiiy ofatlik sababli nurg'un odam qazo qildi. Türkiye Ovoz Radiosi xabarda bildirilishicha, Hindistonda monsun yomg'irlari sabab bo'lgan kalkun va tog' g'ulab tushish hodisasi sababli qazo qilganlarning soni 569 ga yetdi. Meteorologiya idorasi monsun yomg'irlarining bundan keyin bir mezgil davomlashadiganligini uqtirib, aloqador o'rin va shaxslarni tegishli tadbirlarni elishga chaqirdi. Nepalda tabiiy ofat yuz berib 455 odam qazo qildi. Nepal Ichki ishlar ministrligi bu yil apreldan hozirgacha maydonga kelgan dala o't ofati, kalkun, tog' g'ulab tushish hodisasi qatorliq tabiiy ofatlarda 72 kishining yo'qolib ketganligini, 2230 ming kishining yaralanganligini uqtirdi. Tabiiy ofatlarda 3775 uyning ziyonga uchrab, 30 million dollar moddiy ziyon ko'rilganligi bildirildi. Har yili iyul-oktyabr oylarida monsun yomg'irlari maydonga keladigan Nepalda bu mezgillarda yüzlerce odam tabiiy ofat sababli qazo qiladi. Burmada maydonga kelgan monsun yomg'irlarida qazo qilganlarning soni 10 ga yetdi. Davlatlik tabiiy ofatlarga taqobil turish agentligi mamlakat miqyosida 10 kundan buyon izchil yig'ib kelayotgan yomg'ir sababli 7 viloyatda 95 ming odamning uy makonlarini tashlab ketishga majbur bo'lganligini bildirdi. Rayonda bir tarafdan tarqoqlashtirish xizmatlari davomlashayotgan bo'lsa, bir tarafdan ofatga uchrag'uvchilarga yordam qilish xizmatlari davomlashmoqda. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushida Xitoyning muqarrar ustur vetadiganligi tilga ilinmoqda. Erkin Osiyo Radiosuning xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushining keskinlashishiga ergashib, Xitoyning eksport mahsulotlarining qattiq sinoqqa duch kelayotganligi Xitoy iqtisodida ko'rinarli holsirash alomatlarining ko'rilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Wall Street Journal gazetining 27-iyuldagi sonida Xitoy Trump bilan bo'lgan savdo urushida uttirmoqda sarlavhalik bosh maqola e'lon qilindi. Maqolada Amerika prezidenti Trump o'tgan chorshanba kuni Yevropa komissiyonining prezidenti Jean-Claude Juncker bilan ko'rishganda, garchi Xitoyning nomini bevosita tilga olmagan bo'lsa-mu, ammo adolatsiz savdo amaliyoti degan so'z orqali ro'shan holda Xitoyni imo qilganligi ko'rsatilgan.
Maqolada Amerika bilan Yevropa ittifoqi to'g'risidagi hamkorlikning Xitoyning qo'g'dinish modelini yimirib tashlaydiganligi, hatto mazkur kelishimdan ilgirlab bir qism paketlarning Xitoyning allaqachon oq bayroq chiqarishga majbur bo'layotganligini ko'rsatib berayotganligi bildirilgan. Maqolada yana savdo urushi boshlangandan buyon Xitoy yuanining pul muomala bozoridagi qimmatining shiddat bilan tuvanlaganligi, Xitoy Xalq bankisining boshlig'i Yi Gangning ko'p xil kanallar orqali Amerika tarafga Xitoyning Amerika bilan savdo to'qinishiga kirgusi yo'qligidan bishorat berganligi, zavodlarning Xitoydan Vyetnam, Bengal, Filippin, Hindiston va Meksika qatorliq davlatlarga ko'chayotganligi birma-bir sanab ko'rsatilgan. Maqolada 1980-yillarda Amerika bilan sobiq Sovetlar ittifoqi o'rtasidagi harbiy hozirliklar musobaqasida Amerika prezidenti Ronald Reaganning qanday qilib iqtisodiy jihatdan Sovet ittifoqini bardoshlik berolmaydigan holatga tushirib qo'yganligi eslatilib, Amerika Xitoy bilan bo'lgan savdo urushida xuddi shuningga o'xshash usulda g'alaba qiladi deyilgan. Maqolaning oxirida yana Xitoyning yaqindan buyon hukumat axborotlarida prezident Trampga hujum qiladigan salbiy so'z iboralarini ishlatishni to'xtatganligi, buning ro'shan holda Amerika bilan bo'lgan to'qinishni pasaytirish istikining natijasi ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.